Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodar aziz, ina bisyor kasoni ki mana sog'liq furuqti, yana pursidesa bu. Ina sog'liqoy farbe fason моли хисори дар кадоме да махкул боша, дар коре ки боша, одамои молигир боша, ина сандора тамошо кинен махкул боша. Иншаллоh 20 сар сог'лиqi фурӯшӣ баровардисем барои шумо. Касоне да махкул боша, як дона лайка бизанак то охири навора мо тамошо кунад. Канал моно дастгирӣ кунад. Касе дар канали мо меҳмон аст, ҳатман обуна шавед бародаро. То охири навора ҳамаша фаҳмонда мегзарем. Хуб, ҳурматлы обуначилар, мана шу yerda 25 xisori sog'liq bor. Hammasi yosh sog'liqlar bilan tasi tish to'kilgan, qarisi yo'q. Ana 3 ta 4 tasi jelin qozab qolgan, уже 1-2 kunda tuvatgan. Ular hozir вообще sina qilgan уже. Короче, qo'y, konkretni qo'y. Agar kimgadir ma'qul bo'lsa, mal qilaman degan odamlar bo'lsa, bemalol olib mal qilishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilamiz. Xo'p, barodar aziz, dainja 20 sar sog'liqi furushi yagonta dandon zadagi pir nadora, kasali nadora, hammash xurdoqroqshon 100%. Ana 20 sar sog'liqay, setash уже sina kardagi big'iz sog'liqan. Ana ro'zoy nazdikida уже mezoni sina o'shan bilan chiqadi. Maqsad ki gusvandi fason konkretni mol mekardagi odamda gusvandi konkretnida бигирем иншаллоh баракам ёбем. Ана адресошон дар ноҳияи дӯстӣ, деҳаи Гароти 4 каналда дар қишлоқи мо қарор доранд. Биёед гӯсфандоро бинен, мақбул боша, ай пешон савдо карда иншаллоh харидор кунед. Ана ҳами хеле гапҳои бародаро. Ҳозир нарх навошон қатъи шинос мекунем. Hurmatli obunachilar, mana shu yerda hozir 25 sog'liq, birontasi qarisi ya kasalisi yo'q, hammasi yosh sog'liqlar, 3 tasi jelin qo'zg'ab qolgan sog'liqlardan. Ana 10 kunlarning ichida уже tuvatganda, 3 tasi qolganlari ham buvas. Unda уже qarni pastga taylab qolgan sog'liqlar. Alastar inshaalloh Xudo barakasini bersin. Qo'ylarga garantiya jeb ichishi, salomatligi yaxshi qo'ylar maqsad. Adresi Do'stlar ayani G'aroti qishloq 4-kanal bizning qishlog'imizda. Telefon nomerini qoldiraman, telefon qilib bemalol yegasdan sotib olishlaringiz mumkin. Barodar aziz, narx navo shona biyoyim. Ana hozir narx navoy gusfandoy konkretnish ana 3900 yan. Nami sog'liqo. Xo'p. Bu zang zanin xaridor keyin barodar. Savdo mekin, narxotun to'g'ri bigira xaridor keyin. Narx navo hami xalay. Ana imsolangida xolis sog'liqora dai xeli narx namondaги набудем. Соибиш ҳамин хели гуфтесай, ин ҳамин нархош, нархи соиби гуфтаги нархай мақсад ки хай бинен махсусан мақбул боша xaridor кунем. Hurmatli obunachilar, ana qo'ylarning narxi 3900 so'mdan, yana ma'mulasi bor, egasi shunchadan narxi deb aytayapti, biz sizlarga yetkazamiz. Qo'ldan kelgancha tushuntirishga, ko'rsatishga harakat qilamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlab turingizlar, jonlaringiz omon bo'lsin. Telefon nomerini qoldiraman, telefon qilib sotib olishlaringiz mumkin.